ota onasi birga yashaydigan insonlar eng baxtli insonlar. Lekin ba'zi bir holatlarda sharoit alohida yashashlikka sabab bo'ladi. Farzandlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bitta joyda imkoniyat bo'lmasa, boshqa joyga chiqib, uy-joy qilib yashaydi. Ana shu insonlar fursatni g'animat bilishliklari kerak. Imkon topdilar, ota-onalarni ziyoratlariga kelsinlar. Ularning duosini olishlikka harakat qilsinlar. Chunki hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, burni ishqalansin, burni ishqalansin, burni ishqalansin dedilar. Kimni deyishdi yo Rasululloh? U kishi aytdilarki, ota-onasini yoshi katta bo'lganida ikkalalarini yo bittalarini topsa-yu, ular uni jannatga kirgizishmasa, burni ishqalansin dedilar. Bu degani nima degani? Ota-ona farzandini jannatga kirishiga sabab bo'ladigan insonlar degani. Demak, biz fursatni boy bermasdan imkon topdik, duo olib, hol ahvol so'rab, ikkita non ko'tarib kirishlik vazifamiz.